Assalomu alaykum. Nurmuhammad Momov yana sizlar bilan. Endi esa e'tiborlaringizga Rossiyada 7-qavatdan qulagan bolaning jonini omon saqlab qolgan hamyurtimiz Xayrullo Ibodillayevga bag'ishlangan she'rimni havola etaman. Qonida bor do'stlarim aslida uni, yaxshilik qiladi elga har kuni. Qutqardi o'risning yosh bolasini, o'zbeklarning mard o'g'loni Xayrullo. Qo'shnilar qolishdi dod faryod sola, 7-qavatdan quladi bola, xaloskori uni bo'loldi ola, o'zbeklarning mard o'g'loni Xayrullo. Diqqat qildi, o'zini mahkam tutib turdi, kiprik qoqmay nafasini yutib turdi, yosh bolaga ko'kragini tutib turdi, o'zbeklarning mard o'g'loni Xayrullo. Saqlab qoldi mitti go'dak jonini, oqizmadi bir tomchi ham qonini, oqladi u er yigitlik sha'nini, o'zbeklarning mard o'g'loni Xayrullo. Bilishadi o'zbeklar ish ko'zini, aytib kelgan har davr ham so'zini, isbotladi yana kim u o'zini, o'zbeklarning mard o'g'loni Xayrullo. Nurmuhammad Momov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.